Bu yoqda 2 xil bor. Kislo-sladkiy sos va oddiy qovurilgan. Opam kuxnyadagi sos turlarini sotib oldilar. Yengi olmoqchi ekanlar. Shunga hozircha yerda o'tiramiz. Har oy oyligimdan opamga yoki jiyanimga nimadir olib beraman. Bu safargi oyligimdan kuxnyaga mebel olib beraymi deb ugalok olib berishim kerak edi. Koreyada qimmat bunaqa narsalar. Ay mana paket. Popom bergan. Mana paketga tashlamang musul. Bu men yaxshi ko'rgan aktyor. Bu paketini o'zim bilan olib ketaman. Qovurilgan shu ritskasi bilan zo'r ketadi. Karim ketdim tog'im sahar. Endi o'rganib Endi kasb jo'xatlarga o'rganganimda opam meni O'zbekistonga jo'nataveryapti. Chunki hozir Asiya katta bo'lib qolgan. Meni xonamda o'sha Asiyaga xona qilishar ekan. Asiyani o'zi ham, ayasi ham bexabar bundan.